har kuni shahrimizni yanada go'zal va ozoda qilish uchun tinmay mehnat qiladi. Har bir supurilgan ko'chada, barpo etilgan gulzorda uning fidokorona mehnatining izlari bor. U har kuni maktabni tozalash uchun sovuq suvga qo'lini tiqadi. Bo'g'imlari og'riganida ham bolalar uchun yaratilgan toza muhit uning yuragida iliqlikni uyg'otadi. U tandir issig'ida yonadi. Beli og'risida egilaveradi. Ammo ko'zlarida charchoq emas, xalqning qornini to'q, dasturxonini to'kib qilish baxti porlaydi. Nutva bilan ular sog'lom harakatga qaytdi. Bu oddiy odamlar emas, bu qahramon. Siz bu vositani qabul qilish davomida o'zingizda tetiklik, mo'rtlashgan suyaklarning tiklanishi va og'riqlar kamayganini sezasiz. Sizga konsultatsiya berish uchun kompaniyaning Call markazi aloqada hoziroq bog'lanishingiz mumkin. 1294 qisqa raqamiga bog'laning va Nutva bilan hayotingizni tabiiylikka to'ldiring. Rossiya 3 kundan beri Ukraina hududi ichkarisiga zarba bermoqda. Zarbalar asosan harbiy havo kuchlari bazalari, Odessa va Ilichevsk portlari, Kiyevdagi Sovet davridan qolgan raketa va aviatsiya bilan bog'liq zavod va institutlarga qaratilgan. Aynan ushbu korxonalar Ukrainada uzoq masofaga uchuvchi dronlarni ishlab chiqarmoqda. Rossiya zarbalari Kiyevni himoya qiluvchi Patriot tizimlarining samarasiz ekanini namoyish qildi. Ularning raketalari Kiyev uchun juda qimmat va taqchil. Agar Rossiya hozir g'arb ommaviy axborot vositalari bashorat qilayotgan bir kunda 1000 ta dron bilan ommaviy zarba bersa, Ukraina yanada og'ir ahvolda qolishi aniq. Aprel-may oylarida Rossiya ixtiyoriy ravishda Pasxa va G'alaba kunlari munosabati bilan Ukraina hududiga ommaviy raketa zarbalarini to'xtatgan. Bir tomonlama tinchlik e'lon qilingan edi. Biroq Zelenskiy bunga har kuni Rossiyaga yuzlab dronlar uchirish bilan javob berdi. Germaniya, Buyuk Britaniya, Fransiya va AQSh Ukrainaga uzoq masofali qurol yetkazib berishdagi cheklovlarni bekor qildi, deya ma'lum qildi Germaniya kansleri. Endilikda Ukrainaga yetkazib berilayotgan qurollar uchun uning uchish masofasi bo'yicha hech qanday cheklovlar mavjud emas. Bu shuni anglatadiki, Ukraina endi o'zini himoya qilishi mumkin. Jumladan, Rossiya hududida joylashgan harbiy pozitsiyalarga zarbalar berish orqali ham. Ilgari Ukraina ma'lum bir cheklovlar tufayli buni qila olmas edi, dedi Friedrich Merz. Germaniya hukumat rahbarining qo'shimcha qilishicha, endi Ukrainani bunday turdagi qurollar bilan ta'minlash kerak. May oyi o'rtalarida Merz Ukrainaga uzoq masofali Taurus qanotli raketalarini yetkazib berish rejalari yo'qligini aytgan edi. Ma'lumki, AQSh, Britaniya va Fransiya o'tgan yilning oxiridayoq o'z qurollari bilan Rossiya hududidagi nishonlarga zarba berishda foydalanishga qo'yilgan cheklovlarni bekor qilgan edi. Shuning uchun Germaniya hukumat rahbari nimani nazarda tutgani aniq emas. Rossiyaning Ukrainaga qarshi dronlar va raketalar bilan uyushtirgan zarbalari bu ukrainaliklarning hujumlariga javob chorasi edi, dedi Dmitriy Peskov. Biz ukrainaliklar ijtimoiy va tinch infratuzilmamiz obyektlariga zarba berayotganini ko'ryapmiz. Bu javob zarbasi aynan harbiy obyektlar, harbiy nishonlarga qaratilgan hujum, dedi u. Peskov shuningdek Trumpning Putindan aqldan ozgan degan gapiga javob qaytardi. Bu emotsional zo'riqish bilan bog'liq holat. Amerika tomoni muzokara jarayonini boshlash uchun katta kuch sarfladi. Bu juda muhim yutuq. Biz amerikaliklardan, shaxsan rahbar Donald Trampdan chin dildan minnatdormiz. Albatta, bu ayni paytda katta mas'uliyat bilan bog'liq lahza hamdir, deb ta'kidladi Kreml vakili. Tramp Putin uni aldaganini anglab yetdi, dedi Emmanuel Macron. Menimcha prezident Tramp Putin unga tinchlikka tayyor ekanligini aytganida yolg'on gapirganini angladi. So'nggi soatlarda biz yana Donald Trampning g'azabini ko'rib turibmiz. Bu sabrsizlikning namoyish bo'lishidir, dedi Fransiya rahbari. NATO Rossiya ichkarisiga raketa zarbalari berishdagi to'siqni olib tashladi. G'arb davlatlari Ukrainaga Rossiya ichidagi harbiy obyektlarga raketa zarbalari berishga ruxsat berdi. Bu haqida NATOga a'zo bir qator mamlakatlar rasman e'lon qildi. Shundan so'ng ayrim xalqaro aviakompaniyalar xavfsizlik vajidan Moskvaga uchuvchi reyslarni bekor qila boshladi. Ukraina Rossiya bilan Istanbuldagi kabi
delegatsiyalar shaklida muzokaraning navbatdagi raundini imkon qadar tezroq o'tkazishga intilmoqda, dedi Ukraina tashqi ishlar vaziri. Andrey Sibiganing so'zlariga ko'ra, navbatdagi muzokarada asosiy mavzulardan biri o't ochishni to'xtatish bo'ladi. Muzokarada hududiy yaxlitlik bo'yicha hech qanday murosa, bosib olingan hududlarni tan olish yoki ittifoqchilarni tanlash erkinligini cheklash bo'lmaydi, deya ta'kidladi Andrey Sibiga. Vladimir Zelenskiy ertaga Berlinga boradi. Spiegel nashri. Ukraina rahbari tashrif davomida Germaniya hukumat rahbari Friedrich Merz bilan uchrashuv o'tkazadi. Uchrashuvda asosiy muhokama mavzusi Ukraina va Rossiya o'rtasidagi tinchlik muzokarasini o'tkazish masalasi bo'lishi rejalashtirilgan, deb xabar bermoqda nashr. Vladimir Putinning yangi bayonotlari. Rossiyani maxsus harbiy amaliyotni boshlashga majburlashdi. Endi esa aybdor qilib ko'rsatishyapti. Putin tushuntirdi. Barcha chetlab o'tish yo'llarini yopish kerak. Ya'ni xorijiy uskunalar o'rniga mahalliy o'zimizda ishlab chiqarilgan uskunalarni ishlatish kerak. Rossiya iqtisodiyoti xarid qilish qobiliyati bo'yicha dunyoda 4-o'ringa chiqdi. Rossiyada iqtisodiy mustaqillik bo'lmasa, boshqa hech qanday mustaqillik ham bo'lishi mumkin emas. Qator xorijiy kompaniyalar o'z mamlakatlaridagi siyosiy elitalar bosimi ostida Rossiya bozoridan chiqib ketdi va shu bilan birga Rossiyadagi hamkorlarni og'ir ahvolda qoldirdi, dedi Vladimir Putin. Germaniya hukumat rahbarining Ukrainaga uzoq masofali qurollarga cheklovlarni olib tashlash haqidagi so'zlariga Dmitriy Peskov shunday izoh berdi. Agar Yevropa davlatlari uzoq masofali qurollarni Kiyevga yetkazib berish bo'yicha cheklovlarni olib tashlashga qaror qilgan bo'lsa, bu Rossiyaning Ukrainadagi vaziyatni siyosiy yo'l bilan hal qilish istaklariga zid keladi, deb ma'lum qildi u. Kaja Kallas Rossiyaga qarshi bosimni kuchaytirishga chaqirdi. Ukrainada amalga oshirilgan hujumlar shuni ko'rsatmoqdaki, Rossiya Ukrainaga yangi azob-uqubatlar va vayronagarchiliklarni keltirishga intilmoqda. Qurbonlar va jabrlanganlar orasida bolalarni ko'rish juda dahshatli. Bugun men shu oila bilanman. Ushbu urushni to'xtatish uchun Rossiyaga qarshi eng kuchli xalqaro bosim o'tkazilishi kerak, dedi Kaja Kallas.